Mana bugun 3-noyabr 2025-yil Buxoro viloyati. Mana bu sortimiz shilkunchik deb nomladi. Amerika seleksiyasi kishmish shilkunchik. Mana haligacha tokda osilib turibdi. Endi hozir bularni kesyapmiz mana. Endi hozir buni osilishi ham o'sha foydasi yo'q, o'sha ertadan sovuq boshlanadi. Mana haligacha turibdi. Nima demoqchiman? Bu dedim toyfidan ko'ra zo'r o'sha toyfiga o'xshagan kechgacha o'sha osilib turadi. Agar sovuqlar bo'lmasaga yana ham bir taxminan 1 oy 3 hafta 4 hafta osilishi mumkin tokda agar sovuqlar bo'lmasa. Tem bo'lib bu kishmish sorti. Mana bu yerda kesib qo'ydim. Mana hech ko'rmayaptimi yo'qmi? Mana ichini kesib qo'ydim. Doni qattiq, qarsildoq, suvi kam, shirin. Mana suvlik emasda unchalik ham. Mana suvi kam, qattiq. Saqlash uchun juda ham bir zo'r narsa ekan. Tavsiya beraman. Toyfini joyiga ham mayisga ham normali bo'ladi bu xudo xohlasa mana. Mayis qilishda ham zo'r bo'ladi. Saqlashda ham zo'r narsa ekan. Hovlida yetishtirsa bo'ladi. Mana transportabilisti ham zo'r ekan, haligi to'kilmaydan o alvikaga o'xshagan. Mana bir dona to'kkani yo'q mana. Mana yaxshi, juda ham bir menga yoqdi bu. Mana umuman to'kilmaydi. Qattiq qimirlayapman. Juda bir transportabilni zo'r ekan o'zi mana. Mana uzilishi ham qiyin-da ozgina. Mana qattiqligini qarang. Xullas saqlashga zo'r ekan narsa. Keyin bundan yana sortlar bor. O'z nomini aytaman, tag Autumn Royal degan bor, qora sort. U ham o'sha saqlashga juda zo'r, kechpishar, shilkunchikka o'xshagan. Autumn King Land Cruiser saqlashga xolodilnik ham yaxshi, kechgacha o'sha osilib turadi tokka. Keyin ana kishmish Ellison. Yana nima deyishim mumkin? Autumn Royal, Autumn King, Ellison, Sugar Crisp. Kechpishar bular ham saqlash uchun zo'r. Yana hozir o'sha biladiganlarim o'sha Ellison amerikanskiy sort. Bu shilkunchik kech saqlanadigan, hosilga kech kiradigan. Keyin Red Globe'lar ham bor, kechpishar. U Red Globe'lar ham o'sha saqlash uchun zo'r u ham. Va Crimson Seedless Amerika seleksiyasi, u ham saqlashda zo'r, kechpishar. Xullas ana shunaqa ma'lumotlar. Kimga agar o'sha kechpishar, xolodilnikka saqlanadigan, tokda kechgacha o'sha osilib turadigan sortlar bo'lsa, mana shu sortlarni olib, payvand qilib o'sha yetishtirsa bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.